Assalomu alaykum. Agarda siz amerikanskiy YouTube'da ishlab, qo'shimcha passiv daromad topishni xohlasangiz, bu video aynan siz uchun. Men Elbek Nabiyev amerikanskiy YouTube'da 3 yildan beri ishlab kelaman va yarim yildan beri onlayn darslar orqali shogirdlarimga o'rgatib kelaman. Bu videoda biz to'g'ri YouTube kanal ochishdan boshlab, to'g'ri kontent qilish va kanalni pul ishlashga ulashgacha bo'lgan barcha qadamni to'liq gaplashamiz va bu video darslik to'liq bepul bo'ladi. Agar videoni oxirigacha ko'rsangiz, maxsus sovg'a ham beraman. O'zimni qisqacha tanishtirib o'tsam, men Elbek Nabiyev, Farg'ona viloyati Beshariq tumanida tug'ilib o'sganman. YouTube bo'yicha 3 yillik tajribaga egaman. YouTube va Telegram kanallarimda 5000 tadan ortiq obunachiga egaman va ularga amerikanskiy YouTube'dan pul ishlashni o'rgatib kelaman. Pullik kurslarimda 200 dan ortiq shogirdlarni chiqardim. Oylik daromadim o'rtacha stabil $3000 tashkil qiladi. Men ham hamma kabi oddiy boshlang'ich sharoitdan chiqqanman va amerikanskiy YouTube'dan o'rganish orqali hayotimni o'zgartirganman. Endi buni sizlarga ham o'rgatmoqchiman. Videoni oxirigacha ko'ring. Hammasini noldan qadam-ba-qadam o'rgataman. Amerikanskiy YouTube'dan katta natija qilish uchun ushbu 8 ta narsaga amal qilishingiz kerak. Birinchi qadam bu YouTube kanalini to'g'ri yaratish. Agar sizning kanalingiz to'g'ri ochilmasa va to'g'ri sozlanmasa, u hech qachon rekomendatsiyaga chiqmaydi. Hozir noldan amerikanskiy kanal ochishni o'rganamiz. Buning uchun biz Chrome brauzeriga kirib, Добавить account, ya'ni yangi akkaunt qo'shishni bosamiz. Sign in'ni bosamiz va Create account tugmasini bosamiz. Bu yerdan birinchisini tanlaymiz, personal use'ni, ya'ni для себя-ni va ism familiyamizni yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Masalan, Elbek Nabiyev. Bundan keyin Next'ni bosamiz. Bu yoqqa tug'ilgan yilingiz, kuningiz va xullas o'zingiz shaxsiy ma'lumotingizni kiritasiz. Bir narsaga e'tibor bering, agar siz 18 ga to'lmagan bo'lsangiz, yilingizni biroz kattaroq qilib yozganingiz yaxshi. Next'ni bosamiz. Google bizga har xil username'lar beradi. Bu yerda umuman farqi yo'q, o'zingiz yaratib o'tirmang. Shunchaki tasodifiysin bosavering. Buni umuman farqi yo'q, men tasodifan shuni tanlab ketaman. Next'ni bosamiz va akkauntimizga esimizdan chiqmaydigan parolni qo'yamiz. Do'stlar, e'tibor bering, bizda shunaqa skaner qilish chiqadi. Ya'ni avvallari YouTube kanal ochganimizda shunchaki nomer terish chiqardi, lekin hozir YouTube kanal ochmoqchi bo'lsangiz, telefoningizdan skanerni yoqib, mana shu QR kodni skaner qilib ruxsat berib olishingiz kerak. Undan keyin siz Google akkaunt ocha olasiz. Buning uchun shunchaki telefonimizni olamiz va ushbu QR kodni skaner qilamiz. Mana do'stlar, biz bu joydan o'tdik. Endi skipni bosib, bu joyni o'tkazib yuboramiz, unchalik muhim emas. Va Next'ni bosamiz. Bizda Google akkauntimiz yaratildi. Google akkauntimiz ochilgandan so'ng biz YouTube platformasiga kirib olamiz. Uning uchun biz qidiruvdan YouTube deb yozamiz. YouTube'ga kirib oldik. Endi bu yoqdan kanalimizning profil rasmini bosamiz va YouTube Studio tugmasini bosamiz. Yaratayotgan kanalimizga bu yoqdan nom qo'yishimiz kerak. Men shunchaki Elbek Nabiyevda qoldiraman va Create Channelni bosaman. Hozir mana kanalimiz yaratilyapti. Mana kanal yaratildi. Endi YouTube Studioga ruxsat berdi. Ko'rishimiz mumkin, bu yerda 0 obunachi, chunki yangi kanal va soat va tomoshalar ham 0 bo'lib turibdi. Biz bu yerdan Настройка bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan biz kanalimizga banner va avatarka rasmlarni qo'ysak bo'ladi. Buning uchun shunchaki ChatGPT dan foydalanamiz. ChatGPT saytiga kirib olamiz va sun'iy intellektga buyruq beramiz. Men Minecraft kanal yaratmoqchiman, menga avatarka yasab ber deb ChatGPT ga buyruq beramiz. Bizga avatarka yasab berdi. Bu yoqda inson rasmini ishlatgan, xolasangiz yana o'zgartirsangiz bo'ladi. Menga bu bo'laveradi, shunchaki yuklab yuboraman. Bu yerdan загрузить bo'limini bosamiz va yuklab olingan rasmlardan ChatGPT bergan rasmni shunchaki yuklab qo'yamiz. Va bannerni ham xuddi shunaqa qilib yozib olamiz. Описание bo'lim bor. Описаниеni ham bemalol ChatGPT dan to'ldirib qo'ysanglar bo'ladi. Kanalim uchun universal kanal tavsifi yozib ber deymiz. Bizga yozib beradi va buni nusxalab shunchaki shu yerga qo'yib qo'yamiz. Agar noto'g'ri narsa yozgan bo'lsa, ozgina joyni o'chirib tashlaymiz. Bo'ldi, qolgan joylar unchalik shart emas. Bu joyni yoqib qo'yamiz va qolgan narsalarga tegmaymiz. Pastda Настройка bo'limi bor. O'sha yerga bosamiz. Birinchi bo'limda общий turibdi. Valyutani qanaqa ko'rsatish, dollarda turaveradi, bunga tegmaymiz. Bu yerdan davlatimizni tanlashimiz kerak. O'zbekistonda monetizatsiya yo'q. Shuning uchun biz bu yerdan Amerikani tanlab qo'yamiz. Ya'ni Соединенные Штаты. Undan so'ng pastiga kanalga kulchi so'zlar yozamiz. Buni ham ChatGPT dan bemalol olsangiz bo'ladi. Masalan, Minecraft deb yozishimiz mumkin. Enter deb bosamiz va shunga o'xshagan har xil narsalar yuklanib ketaveradi. Undan keyin расширение настройкаga o'tamiz. Bu bo'limni ikkinchisini tanlab qo'yamiz. Ya'ni videoim faqat yosh bolalar uchun emas, bu kattalar uchun ham mos keladi bo'ladi. Shunda ko'proq odamga sizning videoingiz rekomendatsiya qilinadi. Qolgan joyga tegmaymiz. 3-bo'limga o'tamiz. Bizda 3 xil funksiya bor. Birinchisi kanalni yaratganingiz avtomatik yonadi. Bu bilan siz playlist qo'sha olasiz, video yukla olasiz va shu kabi hozir qilayotgan ishlaringizni qila olasiz. Ikkinchisi esa nomer tasdiqlashimiz kerak bo'ladi.
YouTube kanalga nomer tasdiqlash nega kerak? 15 daqiqadan uzun videolar yuklash va video ustiga rasm qo'yish uchun kerak bo'ladi. Lekin buni tasdiqlamasangiz videongiz hech qachon rekomendatsiyaga chiqmaydi. Shuning uchun подтвердить nomerga bosib, biz nomerni tasdiqlashimiz kerak bo'ladi. Odatda O'zbekistonda faqatgina Beeline raqamlari, ayniqsa yangi chiqqanlari tasdiqlanadi, boshqa kompaniyalarga kod kelmaydi. Shuning uchun men sizlarga tavsiya qilaman, virtual Amerika nomerlar sotib olish uchun men Telegram kanalimga o'ting, biz sizga Amerikan nomer olib beramiz. Bu yerga davlatni kiritamiz va nomerni kiritamiz, next'da bosamiz. Undan keyin bizga kod keladi. Kod kelgandan so'ng bu yerdan chiqamiz va tasdiqlanadi. 3-bo'lim bu kanal tarixi. Ko'pchilikda kanal tarixi birdaniga yonib qolmaydi. Buni YouTube o'zi yoqadi. Buni sekretni yoqishda usul yo'q. Agar YouTube'ga stabil ravishda yaxshi kontent qo'yib borsangiz va hamma shartlarni bajarsangiz, uzoq bir oyda kanal tarixi, ya'ni 3-funksiya avtomatik yonadi. Endi 3-siga o'tamiz. Bu yoqqa videongiz uchun nom yozasiz, описание yozasiz va taglarda boyagi ko'rsatganimdek yana yozib chiqasiz. Расширение настройкаga o'tamiz. Bu yerda kategoriya bo'limi bor. Kategoriyadan biz People Blogs ni tanlab qo'yamiz. Har doim People Blogs tanlab qo'ying. Hattoki kanalingiz gaming kanal bo'lsa ham, ushbu bo'limni tanlab qo'yishni tavsiya qilaman. Undan keyin moderatsiya bo'limiga tushamiz va basic moderatsiya bizda yonib turgan bo'ladi, lekin eng tepasiga, ya'ni yo'qqa bosib qo'yamiz. Bu nima uchun kerak? Kanalimizda kimdir so'kinsa yoki shunaqa narsalar bo'lsa, YouTube avtomatik odamni bloklaydi, lekin bizga bu kerak emas. Sababi har qanaqa kommentariya bizni rivojlanishimizga sabab bo'ladi. Qolgan joylarga tegmaymiz. Bu yoqdan sozlab bo'lganimizdan keyin public'da bosamiz. Bo'ldi, bizning YouTube kanalimiz to'liq yaraldi. Endi ikkinchi o'rinda to'g'ri yo'nalish tanlashni ko'rib chiqamiz. To'g'ri yo'nalishni ko'pchilik har xil YouTube'dagi videolardan ko'radi, lekin bu xato. To'g'ri yo'nalish albatta original kontent bo'lishi kerak. Birovning videosini olib, to'rt xil rangga bo'yab qo'yib yuboriladigan detskiy kontentlar bu yaxshi yo'nalish hisoblanmaydi. Men sizlarga hozir yaxshi yo'nalish ko'rsataman va uchinchisi raqobatni tahlil qilish. Hozir ikkalasini ko'rib chiqamiz. Men sizlarga Minecraft yo'nalishini tavsiya qilaman. iShop kanaliga e'tibor beradigan bo'lsak, prosmotrlar juda katta. Har bir videosini o'zi noldan qiladi. 300 mingta, 90 mingta, 500 mingta, 800 mingta, 35 mingta, 250 mingta, xullas juda katta prosmotrlar olgan. Buni to'liqligicha ko'ramiz. Minecraftni o'ynaydi, Minecraftni o'ynab turib, shunaqa narsalar qurib, ichida syomka qiladi, ya'ni ekran zapis qilib oladi kompyuter bilan. Va montajni qiziqarli qilib, kerak joylarni kesib, qiziqarli qilib shunaqa videolar tayyorlaydi. Albatta bunaqa kontentlar qilish oson emas, biroz qiyin bo'ladi, albatta darajangizga qarab, lekin o'rgansa bo'ladi. Bugungi videomizda esa biz eng osonini o'rganamiz. Yangi kirib kelganlarga men portal yo'nalishini tavsiya qilaman. Buni qilish juda ham oson, atigi 5 daqiqa vaqt ketadi. Va men bu bo'yicha YouTube kanalimda bepul video darslik tayyorlaganman. Minecraft o'ynab $1000 topish nomli portal yo'nalishi darsligimni ko'rsangiz, ushbu video darsligimda men barchasini noldan tushuntirganman. Xuddi shu video darsligimda ko'rsatganimdek qilib videolar yasaysiz va o'sha kanalga joylasangiz bo'ladi. Do'stlar, ushbu yo'nalishda meni eski kanalim mavjud, BigZayCraft nomli kanalim. Ko'rib turibsizlar, aktivi juda yaxshi. Hozir ayrim sabablarga ko'ra yuritganim yo'q, lekin bu kanal o'z davrida juda ham yaxshi prosmotrlar olgan. Kanalimda ichki tarafdan ko'rsataman, 10 mingdan oshiq obunachisi bor va kanalda aktiv haligacha juda yaxshi. Bu kanal shu kungacha umumiy 8 million so'm daromad qilgan. Bu kanalimdagi 654 mingta ko'rilgan videodan 2 million 599 ming so'm daromad qilganman va 19 ming soat va 4800 ta obunachi kelgan. Ikkinchi videoni ko'rsataman. Ikkinchisi 627 mingta prosmotr olgan, 17 ming soat va eng muhimi 3 million so'm daromad kelgan. Bir dona videoni o'zidan 3 million so'm daromad. Bunaqa videolar kanalda juda ko'p va bunaqa kanallarimiz ham juda ko'p. Siz o'ylab ko'ring, atigi kuniga 1 soat vaqt sarflab shunaqa natijalarni qilsangiz bo'ladi. Albatta portal yo'nalishida video yasashni men YouTube kanalimdagi video darsligimda o'rgatganman. Xo'p do'stlar, to'g'ri yo'nalish tanlashni o'rganib oldik. Endi videoga g'oya topish. Videoga g'oyani qayerdan topamiz? Videoga g'oya topish unchalik qiyin emas. Uning uchun biz aktiv yaxshi katta kanallarga obuna bo'lib olamiz va ko'rishimiz mumkin, oxirgi videolarda qanaqa nom yozyapti, qanaqa rasm ishlatyapti va qanaqa syomka qilyapti. Biz ishlab turgan narsani shunchaki kopiya qilsak bo'ldi. Velosipedni yangitdan ixtiro qilish shart emas. Shunchaki shuni raqobatchimiz nima qilsa, rasmni ham birga bir o'xshatishga harakat qilamiz va videoni ham o'xshatishga harakat qilamiz. Rasmlarni bemalol qo'lingizda yokida ChatGPT orqali yasashingiz mumkin. 5-bosqich o'yinni syomka qilish. Minecraft o'yinini yuklash uchun biz Launcher download deb yozamiz va ushbu saytga kiramiz. Ushbu saytga kirib Windows uchun Launcherni yuklab olamiz. Launcherda ichiga kirgandan keyin Enter the game deb bossak, Minecraft ichiga kirib ketadi. Ekranni yozib olish uchun esa kompyuterga OBS Studio'ni yuklab olishimiz kerak bo'ladi. OBS Studio'ni yuklab olish oson.
OBS Studio'dan foydalanishni esa YouTube'dagi bepul darslardan bemalol o'rganib olsangiz bo'ladi. Va 6-si monetizatsiyani yoqish. Kanalimizda 4000 soat va 1000 obunachi yig'ilsa, bir haftadan so'ng YouTube buni statistikasida chiqaradi va biz monetizatsiyaga ariza bersak bo'ladi. Monetizatsiyaga ariza berishda men bundan avvalgi videolarimizda o'rgatganman. Endi 7-bo'lim masofatni kattalashtirish. Agar siz ko'proq pul topmoqchi bo'lsangiz, masshtabni kattalashtiring. Ya'ni ko'proq amerikanskiy kanallar oching, ko'proq vaqt sarflang va hammasiga stabil kontent qo'ying. Va 8-si jamoa bilan ishlang. O'zingiz do'stlaringizga o'rgating yokida bizni Telegram guruhimizga kirib boshqa youtuberlar bilan tanishing. Agar yolg'iz o'zingiz ko'p kanalga ulgurmasangiz, jamoa bilan birgalikda ishlab, ko'plab kanallarni yurgizishga muvaffaq bo'lishingiz mumkin. Xullas do'stlar, boshlanishiga sizlarga portal yo'nalishini tavsiya qilaman. Bu juda oson, telefonda ham, kompyuterda ham qilsa bo'ladi, lekin kompyuter borlarga tavsiya qilaman. Yo'nalish tanlayotganingizda raqobat kam bo'lishi kerak, ko'rishlar soni baland bo'lsin, ya'ni yangi kanal bo'lishiga qaramasdan yaxshi prosmotrlar olsa, bu yaxshi yo'nalish hisoblanadi va soddalik, tushunishga oson va sodda kontent bo'lsin. Shunda bu formulaga asoslanib siz oltin o'rtani topishingiz mumkin. Demak, tushunib oldik, bizga 4 ta narsa kerak. Birinchisi g'oyani raqobatchi kanallardan olamiz. Ikkinchisi ssenariy, ya'ni videoni qanday qilib syomka qilish. Buni video darsligimda o'rgatganman. Keyingisi o'yinni o'ynash va montaj qilish. Shu bilan bu jarayonlar yakunlanadi. Videoni stabil ravishda YouTube kanalingizga qo'yib borasiz. Shartlar bajarilgach, monetizatsiyaga ariza berasiz. Bu bitta dars edi. Agar siz amerikanskiy YouTube'da jiddiy o'rganmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Telegram kanalimda shogirdlarning natijasini tashlab boraman va amerikanskiy YouTube'da sirlarni sizlarga aytib boraman. Sizlar uchun maxsus taklifim bor. 3 oyga mo'ljallangan kompyuter uchun Minecraft kursimizga start berdik. Ushbu kursimizda 50 tadan ortiq darslar bo'ladi va 3 oydan so'ng aniq natija qilishingizga garantiya beramiz. Kursimizda kompyuter bor barcha o'qishi mumkin va YouTube kanalni ochishdan boshlab pul yetishgacha bo'lgan hamma qadamni professional darajada o'rgatamiz. Kursning asl narxi 3.449.000 so'm, lekin 3 kun ichida kursga yoziladigan bo'lsangiz, chegirmada 2.990.000 so'mga qo'shilishingiz mumkin. Undan tashqari bonusga telefon uchun mo'ljallangan kursimiz ham sovg'a qilib beriladi. Batafsil ma'lumot olish uchun Telegramdan bizga kompyuter kurs deb yozing va sizga o'zimiz aloqaga chiqamiz. Agar kursga yozilmoqchi bo'lsangiz, Telegram orqali admin profilimizga ism-familiyangizni, kompyuter kursga qiziqish bildirganingiz va telefon raqamingizni yozib qoldiring. Biz sizga aloqaga chiqamiz, kurs haqida to'liq ma'lumot beramiz va 3 oyda to'liq natijaga chiqaramiz. Bugungi video shundan iborat edi. Videoga like bosishni hamda kanalimga obuna bo'lishni unutmang.